Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Ko'pchilik obunachilarimiz so'rashadi bizdan kivi ko'chatlarini bargidan jinsini ajratsa bo'ladimi deb ko'p so'rashadi. Hozir shuni sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. Mana ko'rib turganlaring har xil ko'rinishdagi kivi ko'chatlarimiz. Birinchida ko'rib turganlaring mana chetdan keltirilgan privoznoy ko'chat, jinsi aniq, changlatuvchi erkak kivi ko'chatimiz mana. Ko'ryapsizlar? Sifati ham juda chiroyli holatda. Mana pasportlarning ko'rinishi mana Actinidea delicatessa Atlas sorti mana. Changlatuvchi erkak kivi ko'chatimiz mana. Mana baglarning ko'rinishi mana. Xo'p, ikkinchida ko'rib turganlaring mana bu ham chetdan keltirilgan privoznoy ko'chat, jinsi aniq, Hayward sort ayol jinsidagi kivi ko'chatimiz mana. Baglarining ko'rinishlari juda ham sifatli ko'chat. Ko'ryapsizlar? Mana pasportlarning ko'rinishlari mana. Actinidea delicatessa Hayward sorti mana. Mana baglarini ham yaqindan ko'rsatamiz. Ko'ryapsizlar mana. Mana shu turishi mana juft holat hisoblanadi. Mana changlatuvchi erkak ko'chatimiz mana Hayward sort ayol jinsidagi ko'chatimizni changlatib meva soldiraveradi mana kelajakda mana. Bular chetdan keltirilgan privoznoy ko'chatlar mana. Ko'ryapsizlar, baglarida deyarli bir farqi yo'q. Bir-biriga rosa o'xshaydi. Agar buni pasportlari bo'lmasa, mana o'si ayol, mana o'si erkak deb ajratishning imkoniyati deyarli bo'lmaydi hisob mana. Endi bu ko'rib turganlaring mana o'zimizda mahalliylashtirilgan, o'zimiz yetishtirgan kivi ko'chatlarimiz mana ko'rishlaringiz mumkin. Birinchida ko'rib turganlaring mana payvand bo'lgan, jinsi aniq, ayol jinsidagi Hayward sort kivi ko'chatimiz mana ko'ryapsizlar. Mana baglarining ko'rinishi. Ikkinchida ko'rib turganlaring payvand bo'lgan, jinsi aniq, changlatuvchi erkak kivi ko'chatimiz mana. Mana shu holati bular ham mana juft holat hisoblanadi. Yerga ekib, to'g'ri parvarish qilinsa, 3 yil 4 yil oralig'ida o'zi gullab hosil berishni boshlaydi. Mana baglarini ko'ryapsizlar, deyarli bir-biriga o'xshaydi. Даже misol uchun bitta tupdagi ko'chatdan bitta shoxi bir uchli bag chiqarsa, bitta shoxi dumalaq bag chiqaradi. Bu bargidan juda buni hali bir farqlab olish qiyin. Mana ko'ryapsizlar, jinsi aniq ko'chatlar. Endi bu ko'rib turganlaring mana payvand bo'lmagan, jinsi noaniq, ayoli erkagi ajramagan mana kivi ko'chatimizning ko'rinishi mana. Ko'ryapsizlar? Baglarning ko'rinishi. Endi payvand bo'lgan ko'chat bilan payvand bo'lmagan ko'chatni farqini bilish mumkin mana. Endi qaraganda payvand bo'lmagan ko'chat ekan, payvand bo'lgan ko'chat ekan deb mana farqini bilsangiz bo'ladi. O'shanda ham 100% bas. Endi tanasiga qarasangiz, agar payvand bo'lgan bo'lsa, iskana payvandmi, kurte payvandmi, payvandni o'nni ko'rinib turadi, do'stlar. Lekin bu ham 100% hali aniq narsa bas. Lekin o'shanda ham bularni bunisi erkak ekan, bunisi ayol ekan deb aytib bo'lmaydi, do'stlar. Mana o'zlaring ko'ryapsizlar. Kivi ko'chatlarini mana baglarini ko'rinishlari. Ko'chatlarni jinsini baglaridan ajratish fikriga men qo'shilmayman. Tavakkal qilib buni erkakmikin, ayolmikin deb buni bargidan ajratgandan ko'ra, eng aniq varianti bularni gulidan ajratiladi. Erkak gulini guli alohida boshqa ko'rinishda bo'ladi, ayol gulini guli alohida ko'rinishda bo'ladi. Ularni ham ko'rsatib o'tganmiz. Do'stlar, mana sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan video lavhamiz shu edi. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar va bu videoni kiviga qiziqadigan tanishlarga tezda jo'natib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.